Ra'noxon uzoq kutgan kiyim javon yetib keldi. Bu kiyim javonni olib kontentini qo'yganimda juda ham ko'p negativlar bo'ldi. Nimaga Yushiga yaxshi olib Ra'noxoninkini juda ham eskicha armisoqdan qolib ketgan kiyim javon oldingiz deb. Yo'q azizlarim, bu armisoqdan qolib ketgan kiyim javon emas. Xuddi Yushini mebelini brendi bilan bir xil bitta brendda oldik. Faqat bu kiyim javonni fasoni ertaklardagidek qilingan, yaratilgan xolos. Bu Ra'noxon yaxshi ko'radigan ertaklardagi kiyim javon xolos. Biz uchun bu farzandimizni istagi birinchi o'rinda turadi. Kiyim javonni joyini belgilab ketdi, lekin ketgandan keyin bizga umuman yoqmadi, to'g'ri ham kelmadi. Shuning uchun Ra'noxon bilan ikkalamiz belimizni bog'lab kiyim javonni joyini o'zgartirishga qaror qildik. Ra'noxonga ham men bilan birga ishlash, biror narsa qilish, ovqatlar qilish juda ham yoqadi. Shuning uchun har doim biror ish qilsam, doim yonimdan kiradi. O'zbek qoni borda bolamda hech qachon kimdir harakat qilib ishlab turganda jimgina o'tirmaydi. Men ham qilaman, men ham yordamlashaman deydi. Shu xarakterni qizimni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rib turibsizlar, menga ham qaramasdan o'zi harakat qilib hamma kitoblarni joy-joyiga qo'yapti. Oxirida ham kitoblarni o'zi yig'ishtirib, o'zi joy-joyiga qo'yadi. Shkafimizni, kitob javonimizni ya'ni yig'ishtirib oldik. Endi kitob javonimizni kiyim shkafini o'rniga qo'yamiz. Chunki shunday qilsak, sal ham xonasi ochiladi, ham kiyim javon bilan o'rnini almashtirsak chiroyli turadi degan xayolimda. Endi bir almashtirib ko'ramiz, ko'rasizlar, sizlar ham baho berasizlar. Kiyim javon unaqa og'ir emas, lekin joyini o'zgartirganda bitta o'zimga qiyinlik qildi. Qizim qarab turmadi, baribir onamga og'irlik qildi, qiyinlik qildi deb bir yonimdan kirib harakat qildi. Menga shunisi ham muhim kuch berib turadi. Ra'noxonning ishchanligi, harakatchanligi juda ham yoqadi. Hatto bog'chada ham, karate to'garagida ham o'qituvchilari juda ham maqtaydi, juda ham pozitiv, har doim harakat qiladi, kulib turadi, ko'zlari har doim deb. Shu tarafdan Ra'noxonni o'rtoqlari ham juda ham ko'p. Ko'ringlar, mana joyini almashtirdik. Menimcha bu joy to'g'ri keldi deb o'ylaymiz. Ham narigi tarafda hamma kitoblari bir joyda bo'ladi. Xohlasa kitoblarini olib o'qiydi, xohlamasa o'yinchoqlarini o'ynaydi. Ham kitoblarni tiqqiz qilib joyini qo'ydik, chunki kiyim javonni o'rnatish uchun bitta kitob javonni tashlashimizga to'g'ri keldi. Xullas, qizim bilan ikkalamizni mehnatimizga baho beringlar. Bugun shunaqa charchadim, lekin mehnatimga arziydi deb o'ylayman. Nimaga deganda qizim xursand, qizim baxtli, men ham xursandman. Qilgan hamma mehnatimga juda ham roziman.